İnsanni ko'ranglatgan narsa zodi nima? Uyg'urlarda G'ojamning xo'jisi bor deydigan so'z bo'lib, uning ma'nosi bak ko'ranglab ketmang, sizdanmi novchisi bor deganlikdir. U so'z ko'pincha ahvolda ma'lum sohada oz to'la bir narsa bilgandan keyin, ma'lum kasbda belgilik natija qozongandan keyin o'zini bilolmay bak ko'ranglab ketadigan kishilarga ta'na qilib ishlatiladi. Undaqda insonni ko'ranglatgan narsa zodi nima? İnsonni ko'ranglatgan narsa u erishgan ma'lum imtiyoz yoki afzallik bo'lib, u inson erishgan kuch, huquq, mansab, iqtisodiy boylik, nupuz, mukofot va e'tirof qilinish qatorliqlar bo'lishi mumkin. Psixolog Paul Piff insonni ko'ranglatgan u imtiyoz yoki afzallikni soxta afzallik deb atagan. Ya'ni inson u soxta afzallikka erishgandan keyin tezla kuch yoki alohida imtiyoz tuyg'usini yetildirganligini o'ttirg'a qo'ygan. Bu yerda deyilgan soxta afzallik odatda biz tushungan reallikda mavjud bo'lmagan afzallik bo'lmasdan, balki aslida haqiqiy turda afzallikka loyiq bo'lmagan bir insonga ma'lum sabablar tufaylidan berilgan afzallik bo'lib, uningga erishgan inson erishgan afzallikni to'g'ri qo'llanmay, u afzallikdan ayrilib qilishdan ziyoda andish qilib, u afzallik yoki imtiyozga tayinib boshqalarni besishga urinadi ekan. Imtiyoz cho'ng miyaning hissdoshlik tuyg'usini azaytib, insonning o'ziga bo'lgan mabdulligini oshirish orqali cho'ng miyada bir qator o'zgarishlarni paydo qiladi. Ko'pincha ahvolda u afzalliklarning soxta ekanligi aniq bo'lsa-mu, ammo u insonda yanada afzallik tuyg'usini paydo qiladi. U insonga hammani biladigandek his qildiradi. Ya'ni imtiyozli shaxslar o'zi erishgan muvaffaqiyatini sharoit, tuzum yoki sistemadagi afzalliklarga emas, balki o'zining qobiliyatiga bog'laydi. Bu ko'pincha ahvolda u insonning boshqalarning ortiqchiligini va ularning muvaffaqiyat qozonishiga to'salg'i bo'lgan qiyinchilikni ko'rish yoki tonish iqtidorini tovanlatib qo'ydi. Undan boshqa kuchli raqobatchining bo'lmasligi va atrofdagilarning u imtiyoz egasiga bo'lgan ziyoda madhiya yoki yo'l qo'yishlar yuqorqi ahvolning texmo taraqqiy qilishida turtkilik rol o'ynaydi. Yuqorqi o'zgarishlarni texmo konkretlashtirganda tuvandagidek bir necha taraflarga ayirib tushuntirish mumkin. Hissdoshlik tuyg'usi tuvanlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatib beradiki, yuqori imtiyoz, kuch yoki mansabga ega shaxslar boshqalarga hissdoshlik qilishda qiynaladigan bo'lib, ularning miyasi boshqalarning tajribalarini tushunish uchun zarur bo'lgan manbalardan foydalanishga moyil emas. Afzallik va imtiyozlar kishilar texmi ko'p afzallik va imtiyozlarga erishish uchun harakat qildiradi. İmtiyozli shaxslar tashqi afzalliklarni tuvallatib, o'zlari erishgan muvaffaqiyatlarga texmi loyiq ekanligiga ishonadi va ularni butunlay o'zining aql farosati va tirishchanligidan ko'radi. Imtiyoz bir xil yomon sifatlik aylanish paydo qiladi. Yana imtiyoz uningga erishgan kishilarda bir xil muqarrarlik tuyg'usi paydo qilib, o'zining u imtiyozlardan foydalanib qilgan har qanday ishlarni normal his qildiradi. İmtiyozli kishilar tengsizlik va adolatsizlikni ko'rolmaydigan bo'ladi. Stanford Universiteti Soda instituti ilib borgan tadqiqotga asoslanganda, sistemalik tengsizlikka duch kelganda imtiyozli kishilar o'zlarini oqlash uchun yengib o'tgan to'salg'ularni ko'ptirib ko'rsatish mumkin ekan. Qisqasi, cho'ng miya va insonning qilmishidagi u o'zgarishlar faqat genga bog'liq bo'lmasdan, balki ular keyin yetildirgan odat bo'lib, undaq insonlar xuddi qo'risqa to'ysimu ko'zi to'ymagandek imtiyoz va afzallikka erishgan siri ulardan foydalanib, texmi ko'p imtiyoz va afzallikka erishishga tirishadi ekan.